oyatning tajvidlik, to'g'ri o'qilishini angladinglar. Endi qaysinglar tajvid bo'yicha o'qib baqsizlar. Qani qaysinglar? Savoqdoshlar burunqidakla Alidan boshlayli. Uning ovozimi yaxshi ham tajvidimi o'lchamlik demdikin. Ali, undaqda sen boshlab o'qigin. Boshla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Noiti yaxshi o'qiding Ali. Alloh rahmat qilsin. Texmo yaxshi o'qishga tirishgan. Texmo tirish. Mashina texi kamidimi Xolid? Yo'q, tex kamidi. Kechikmay kelgiydi ilohim. Bugun o'tgandan boshlab hajab ishim siqildi. Mening shu. U Hakavurning gaplaridan bakli sirikdim. Kimni davatsan? Sinfimizda Alidan boshqa Hakavur bormaydi. Boyi uning savoqdoshlar burunqidakla Alidan boshlayli. Uning ovozimi yaxshi ham tajvidimi o'lchamlik demdikin deb o'zini maqtayotganligini anglamadingmi? Shundoq. U bek maqtanchoqchimu? Boshqalar meni maqtishgan deb yuriydi. Meningcha uni maqtamisak Qur'onni unchalik yaxshi o'qiyanmasmikin deyman. Uning danqi chiqishga boshladi. Buningdan keyin har kun atgan maktab radiosidan uning ovozini anglaydigan bo'pti. Mudir uni radioga tanlabdi. Abdurahmon, sen ajab gap qilmay o'tirib ketding-ku. Gapimizga qiziqmagan o'xshamamsan. Undaq emas. Anglab o'tirdim shu. Ha, ana mashinami keldi. Men topni elib mo'g'aman. Menga moslashib beringlar. Bu maydon cho'qim yengimiz. Men o'tir maydonni ching tutib, top o'tkazgili qo'ymaysizlarmi? Yaxshi maslashib o'ynanglar. Cho'qim yaxshi maslashinglar, Jumo. Menchi u pakinakka toza chaplashib elib, midirlig'imi qo'ymayman uni. Qanda? Sen doim shundoq o'ynaysan, Siyovudun. O'yindimi Alini do'rayotganingni qara. Amdi Alloh taolaning bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qilguvchilarning qilgan tavbasini bekmi qabul qilguchidir. Ularga aytib mehribondir degan oyatini o'timiz. Alloh taolo bu oyatda bizni qaysi ishdan to'sqan? G'ayvat qilishdi. G'ayvat degan nima? G'ayvat deganimiz qarindishi yo'q yerda uning yomon gapini qilish. Agar uningda bu ishni so'zlasa, g'ayvatga kiramdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ma'u hadisini yaxshi anglanglar. U sahobiylariga mundaq degan: Sallallohu alayhi va sallam. G'ayvatning nimaligini bilamsizlar? Dedi ular. Alloh va Allohning rasuli eng yaxshi biladi dedi. Payg'ambar alayhissalom qarindishing yoqtirmaydigan narsani tilga elishing dedi. Mening deganlarim qarindishimda tepilsichu deyildi. Payg'ambar alayhissalom bor narsani desang g'ayvat qilgan bo'lasan. Agar uningda yo'q narsani desang bo'xton chaplagan bo'lasan dedi. Payg'ambarimiz bu hadisda bizga birsining yo'q yerida uning yomon gapini qilishning g'ayvat bo'ladiganligini, uningda bor sifatni desa g'ayvat, yo'q sifatni desa tuhmat bo'ladiganligini ko'rsatib bergan. Ya'ni ham g'ayvatini qilgan, hamda tuhmat chaplagan bo'lamiz. Muallim, g'ayvat faqat gap so'z bilan bo'lamdi. Yo'q, Ahmad. Ko'z qisib, ishorat qilib yoki boshqa qiliqlarni chiqarib, kaynidan kulib yoki xat yozib masxar qismi o'xshashli g'ayvat bo'ladi. Muallim, g'ayvatni anglaganlarga o'xshashli gunoh bo'lamdi? G'ayvatni anglab yoki tili bilan yoki dili bilan inkor qilmasa, g'ayvat qilguvchi bilan o'xshash gunohkor bo'ladi. Inkor qilish qandoq bo'ladi? G'ayvat qilayotgan kishini to'xtatib, g'ayvatiga raddiya bersa, yoki parangning temisini boshqa yoqqa bursa, yoki u so'rindan turib ketsa, g'ayvatni inkor qilgan bo'ladi. Agar unda qalamasa, u g'ayvatxo'r bilan o'xshash gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz bizni ogohlantirib mundaq degan: "Ay, tillarda iymon etib qo'yib, iymon dillariga kirmaganlar,
musulmonlarning g'ayvatini qilmanglar. Ularning aybini izlamanglar. Kimiki qarindishining aybini ko'chilasa, Alloh taolami u kishining aybini ko'chilab, uni rasvo qilib o'tadi. Allah ishkinglarni kechirsin. Ishkinglar cho'ng bir gunohga sherik bo'ldinglar. Unchilik og'irligini faqat bilmabdiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qandaqroq turibsizlar, shu kichiklar? Holimiz xarob shogird og'a. Nima deyapsizlar? Alloh saqlasin. Nim bo'ldi? Aytinglarchi. Tönügün bu ikisinin Ali'nin g'ayvatini qilayotganligini anglabmi, ularni to'siyamadim shogird og'a. Alining mijozini so'zlasam, g'ayvat bo'ladiganligini bilmabdiman, tog'a. Men shu masxara qilib to'g'risimi, g'ayvat bo'ladi ekan emasmi? Ziyovuddin Ali'ni o'ruq, pakinak degan vaqtdami uninga qarshi chiqmabdiman. Menmi gunohga sherik bo'lib qoldim. Bu yerda qilmishinglarga pushaymon qilib o'ltirganlarning o'zi tövbe qilganlik bo'ladi. Hozir g'ayvatning gunohini yuyvasanlar ish bitgandek. G'ayvatning gunohini qandoq yuyimiz? Avval g'ayvat qilishni tashlaysizlar. Ondan g'ayvat qilmaslikqa bel bog'laysizlar. Uningdan keyin g'ayvatini qilgan kishidan kechirim so'raysizlar. Shunda qilsanglar, g'ayvatning gunohini yuygan bo'lasizlar. G'ayvat uning quliqiga yetgan bo'lsa, shunda qilsanglar bo'ladi. Agar g'ayvatini qilganimizdan xabari bo'lmasa-chi shogird og'a? Agar g'ayvatini qilganinglardan xabari bo'lmasa, Allohga duo qilib, ko'plab istig'for o'qiysizlar. G'ayvatini qilgan kishining yaxshi gapini qilasizlar. G'ayvatini qilganda inkor qilasizlar. Uning rostilla shundoq yomon sifatlari bo'lsa, qandoq qilamiz, tog'a? Chiroyliqcha nasihat qilasizlar. U gaplarni boshqalarga deb yurmaysizlar. Undaqda hozirdan boshlab tövbe istig'for etsak bo'ladi ekan-da. Aliga nasihat qilib, Qur'onni Alloh taolaning roziligi uchun, savob tepish uchun o'qishini aytman. Buningdan keyin boshqalarning g'ayvatini qilmayman. Bundan keyin menmi Alining g'ayvatini qilmay, yaxshi gapini qilaman. Alloh taolo hammanglardan rozi bo'lsin. Tavbanglarni qabul qilsin. Barliq musulmonlarni g'ayvat qilishdan yiroq qilsin. Amin.